Assalomu alaykum va rahmatulloh. Qadrdonlar, bugun Farg'onaning Rishton tumaniga kelganmiz. Sardorbek ukamiz ustaxonasiga bir qator darvozalar ko'rishlaringiz mumkin. Shtampovkali darvozalar ham bor. Samarqand fason, high-tech fason, o'zgacha yangi chiqqan high-tech fasonlarimiz ham bor. Manzillarimiz Qo'qon shahridan Rishton tumaniga Farg'ona yo'li. Farg'ona katta trassa yo'li. Shuni Qo'qondan kelganlarida o'ng tomonda joylashgan bir qator ishlarimizni obzorini qilib boraveramiz. Ana Sardorbek akamiz ustaxonasiga kelganmiz inshaalloh. Assalomu alaykum Sardorbek aka, sizmisiz? Assalomu alaykum. Ishlar bo'lyapti. Yaxshi yetib oldingizmi? Rahmat, Xudoga shukr. Charchamayapsiz, mana issiqlar bilan. Aka, Xudo xolasa bugunga bizni Muxtorxon TV YouTube kanalidan chiqqanlarga qaysi darvozani aksiya qilib berasiz aka? Qaysi darvozani aka? Eng katta gigant razmerdagi 380 ga 4 metrli darvozamizni aksiyaga qo'yaveramiz aka. Mana fasonmi aka? Albatta, pechatli darvozamiz aka. Shtampovkalisi bu? Albatta, pechatli aka. Pechatli darvoza. Razmerlari necha aka? Eni 4 metr aka, balandligi 380 aka. Eni 4 metr. Balandligiga 380 ha? Aha, narxi aka 6,5 million so'm qilib beramiz. 6,5 million so'm. Bo'ldi, gap bo'lishi mumkin. Shunda kvadrat necha puldan to'g'ri keladi? 430 ming so'mdan to'g'ri keladi. 430 ming so'm. Akalar, musofirda aka-ukalar, bunaqa moment boshqa bo'lmaydi deb o'ylayman. 430 ming so'm boshqa YouTube kanaldagilardan bemalol tekshirib ko'rib olishlaring mumkin. Hali gapda boshqa narsa, amalda boshqa narsa. Xudo xolasa inshaalloh uyaltirmaydigan ish bo'ladi. Bir qator ko'rib, Sardorbek aka qaysidan boshlaymiz? Boshdan boshlayveramiz aka. Mana shundan boshlaylik bo'lmasa, shunday profillarni bir qator tushuntirib o'taring. Profillar aka, yondorlari 8. Aha. 170 tenkada bo'lgan. Buni reklamaga yasaganmiz aka. Mana kimga nasib qilgan bo'lsa, tushsa joylarga o'rnatib beramiz aka, shu pulni ichida. Endi ramka qovurg'a profillar ham, ramka profillari ham 6 ga 4, 1,5 tenkada bo'lgan aka. Listlari 1,2 aka. Kraskalari 2 avtomobilni aka. Hozir o tepadagi ochilmaydigan joyi nechi bo'ladi shunda hozir? 380 dedingiz-a? 380 aka, 3 metr joyi xizmat qiladi aka. Egalari 3 metr joyi ochiladi. Zinashta shu joydan ochiladi ekan, akalar, shu joydan shunday ochiladi ekan. O'shanda tepasi ochilmaydigan qiladi. Biz tilimni aytgan, promoga ekan-da. Keyingisi aka, keyingisi aka, afsona fason, razmerlari 3.30, balandligi 3,5. 3,5 metr balandligi. Materiallari ikkilik listda 2 qavat shumkali bo'lgan aka. 2 qavat shumkali. O'rtadagi nikellari aka ko'chib ketib qoldi. Obunachilarimiz oldida uyatli bo'lib qolgan. Havo germetikada yopishtirilgan aka. Garantiyali narsalar. Kraskalari, germetiklari hammasi garantiyali narsa aka. Ishlar o'ta tiniq haqiqatdan. Lekin shu Farg'ona viloyatidagi bo'ladigan bo'lsalar, aka-ukalar bemalol kelib bir qator ko'rib chiqib olsalar ham bo'laveradi. Uyaltiradigan joyi yo'q. Masalan, o'pchi masalan, men boshqa joylarga ham borib ko'rib turibmiz. Xudo xolasa, darvozalarni haqiqatan ham o'rtacha maslahatim. Bir joy masalan urilgan, surilgan joy bo'ladigan bo'lsa, shuni bilib berib yuboradi. Laksachilgandan keyin bu darvoza o'ta skromli, o'ta tiyomli chiqqan darvoza haqiqatan ham bir dona tomchi joy topilanmaydi. Sardorbek aka, keyingi darvozamiz-chi? Bunisi aka hali nomini qo'yganimiz yo'q. Ucharka deb turibmiz. Endi obunachilaringiz qo'yib beradi aka. Bo'ldi. Obunachilar bo'lmasa, zinach bitta taklif bor, mana shu darvozaga nom qo'yib berish. Kim nom qo'yib bersa, o'sha darvozadan narxida o'sha 100 ming so'm o'tib beriladi bo'lmasa. Sardorbek aka bo'laveradimi? Albatta aka. O'sha summasi 100 ming so'm. Albatta, albatta. Bo'laveradi. Razmerlari necha aka? Razmerlari eni 3.40, balandligi 3.30 aka. 3.40. Eni 3.40 a? Stoykasi bilan a? Stoykasi bilan, kesakisi bilan 3.40 ga 3.30 razmerga joyga tushadi aka. 3.30, bo'ldi. Materiallari ikkilik, bir qavat aka bu. Bir qavatligi. Bir qavatli qalindan. O'ta shumla bo'lib chiqqan aka. O'ta zo'r. Aka, buni stoykasi necha stoyka qo'yiladi? Ya shvillar ham qo'yib berilaveradi. Qo'yib berilaveradi aka. Zakaz qanday bo'lsa o'shanday tayyorlab berilaveradi. Hozir buni stenkasi necha buni? Profili bo'lsin? Profillar stenkasi stoykalar ikkilik. Bular qovurg'a profillar 1.7 dan bo'lgan aka. Mana bular hozir bunlari. Bularchi? Bular 1,5 dan bo'lgan. Endi qanday zakaz berishsa, shunday ekan, bu sto'rga turishi. Bo'ldi. Fasoniga qarab chiqarilganiga qarab chiqarilaveradi. Zamoklari qanaqa zamok bo'ladi? Zamoklari stemol high-tech zamok qo'yib beramiz. High-tech zamoga. Ma'qul kelsa, Zuber ham qo'yib beraveramiz aka. Xudo xolasa inshaalloh. Hurmatli obunachilar, bemalol ko'rib ishlarga baho berishlari mumkin. Xudo xolasa uyaltirmaydigan ish bo'ladi inshaalloh. Keyin Sardorbek aka, hozir obunachilarimiz e'tibor qilishi mumkin. Havo aylanishga shu joylarni bir reshotkali va shunaqa nimalar qilib qo'ysam bo'laveradimi? Albatta aka, u joyiga ko'riladi. Qanday zakaz berilgan bo'lsa, xolasa lazerda reshotka, xolasa shu gulni nimasida reshotka qilib berilaveradi. Keyin bu kunlar hozir ko'ryapsiz, issiq bo'lyapti aka mana. Keyin Sardorbek aka, shu video davomida ham shuni ham gaplashib ketaveramiz. Masalan, buyurtma bermoqchi bo'lishadigan bo'lsa,
aka-ukalarimiz, musofirdagi aka-ukalar bo'ladi. Biz obunachilarimiz ko'proq. Endi ular sizlarga aloqaga chiqsa yoki Telegram, WhatsApplar bormi? Bor, albatta. Nomer bo'ldi. Xudo xolasa WhatsApp nomerlar bo'ladigan bo'lsa, keyin ular buyurtma bermoqchi bo'lishadigan bo'lsa, sizga aloqaga chiqishadigan bo'lsa, o'zlaring borib o'lchab kelasizlarmi yo o'zlaring aytib borish kerakmi o'lchab? O'zimiz borib o'lchab olamiz aka. Kataloglarni ko'rsatamiz, ma'qul kelganini yasab tayyorlab beramiz. Faqat o'sha dogovor qilinadi, dogovordagi narsa olib boriladi. Keyin o'sha o'lchaganda 1 millionmi 500 ming zakolat beradi. Bo'ldi, qolganini uстановkadan keyin ma'qul kelganda sanab beradi. Eshitilangan obunachilar, darvozani o'lchagani borilganda обязательный zakolat beriladi 1 million so'm. Haligi boshqa yolg'onchi nimalarga o'xshagan emas, Sardorbek akam o'zimizni masalan biz uyaltirmaydigan ish bo'ladi. Biz masalan 30%, 70% olamiz demaymiz. Ana. Chunki mana shu gaplarga qoyil. Chunki boshqa nimalarda eshitib qolamiz 70%, 80%. Yo'q, unaqa narsa bo'lmaydi endi. Olgan, yegan og'iz uyalar degan narsa bo'lib qoladi-yu. Xuddi shunday narsa bo'lmaydi. 1 million so'm pul beriladi. Chunki darvozalardan eshitganimdek, bunaqa gullari, har xil narsalarni ustalar bilan gaplashganda boshqa joydan olib kelamiz. Chunki bu temirlarda bitta odamlar bor, har xil rasmlar. Shunaqa narsalar ishlatiladi degandek. To'ppa-to'g'ri gapingiz aka, ishlarga omad, Xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Keyin yana nimani so'rayman deb, dastavkani so'rayman deb turdim aka. Dastavka qanaqa bo'ladi? Dastavka aka butun O'zbekiston bo'yicha bepul aka. O'zbekiston bo'yicha dastavka bepul. O'ta удобный bo'ladi, hurmatli obunachilar, o'ta go'zal holat. Samarqand viloyatiga bo'lsa ham besplatniymi? Qoraqalpoqgacha. Qoraqalpoq vashi go'zal bo'ladi. Hozir darvozaga zakaz bering deb ketyapti o'zimdan to'g'risi bor. Shu yerda bo'lmaganda, uzoqda bo'lganda обязательный zakaz berardi bobolek obunachilar, o'ta go'zal holat. Kimnisi aka? Razmeri 3.30, balandligi 3.5 aka. 3.30 ga balandligi 3.5 metr. Samarqand bo'lsa, Samarqand tumani Urgutga aka bu. Samarqand Urgutiga. Urgutdagi obunachilar, layklar tirsillatib bosa obunachilar. Bosib tashlashlar o'ta go'zal. Ona gullariga chiqim ketdi-da aka. Uzumni bakiga o'xshaydi bu, ha? Kovonni gulda aka. Voh, shu go'zal gul aka, amalaki. Aka, bu darvozamizni 1 kvadrat necha puldan edi? 1 kvadrat aka 1,5 million so'mdan tayyorlab berdik. Listlari, materiallar 2lik. 2lik. Oldidagi listlari 1lik bo'ladi aka. Undan qalini bo'lmaydi, mana Dubayning listi. Ha, mana shu listlari, ha? 1lik a bu? Ha, bu 1lik bo'ladi aka. Profillari 107 aka. Ha, shekar. Dubaynoy bo'ldi, ha? Qo'lli Dubaynoy ya hozir, ha? Qo'lli Dubaynoy. Aha, bo'ldi. Mana ichkarida joyni ko'rsatib qo'yasiz aka, mana nalishliklar tayyor bo'lyapti. Aha. Arqa chekkasida bizni tilda aytganda promon bo'ladi. Mana shunaqa joylar. Xo'sh. Siz kelishingizga bog'liq darvozani o'zini ochib qo'ydik. Bo'ldi, yaxshi. Bunisi eshigi shekilli, kichkina eshik. Albatta aka, eshigi ham 80 sm bemalol kirib chiqadi. Buni stoykalari qanaqa? Stoykalari 8 aka. 8 ga 8 profil bo'ldi. Endi egalarning talab istalariga qarab qo'yilyapti. Bo'ldi, juda go'zal, juda go'zal. Bo'ldi. Bu ham xuddi shunaqa dastavkalari, ha? Dastavkalari. Narxi necha pul dedingiz? Narxini? Narxi 1,5 million so'm, 26 million so'mga boryapti hozir Samarqandga. Ha, bo'ldi. Xudo xolasa shunaqa gaplar aka-ukalar. Ajoyiblarni ko'rishmani mumkin. Uyaltirmaydigan ish bo'ladi. Yo'q, bir dona teshigi yo'q. Et-betidan zang chiqarib uyaltiradigan ish bo'lmaydi. Mana bunaqa joylar, gullarigacha taglarigacha. Gullarim tagigacha kirasi sepilgan aka. O'ta go'zal bo'libdi. Shulargacha zo'r chiqdi. Obunachilar uyaltirmaydigan ish bo'ladi. Xudo xolasa bir qator kishilarga ko'ra baho beraverasizlar. Keyingi darvozamiz-chi o'ta go'zal. Keyingi darvozamiz aka high-tech fason, lazerlisi. Endi buni gibridi ham bor. Endi kimga qanaqa bo'lsa, o'shanda chiqarib berilaveradi aka. Razmerlari 3 metr, balandligi 3,5 metr. Eniga 3 metr, ha? Ha, eniga 3 metr, balandligi 3,5. Balandligi 3,5 metr, ha. Bu ham o'sha ikkilik materialda bo'lgan. Profillarigacha ikkilik bo'lgan aka. Profillarigacha ikkilik bo'lgan. Profillarigacha ikkilik bo'lgan obunachilar. Endi zakazlik bo'lgan. Zakazga bu, ha? Shu narsa aka. Buni taglarini ham ko'rsatib qo'yasiz aka. Mana lazer joylarini kesib qo'yganmiz. Mabodo karchirlab yuvishsa ham tushib ketaveradi suvlari aka. Bu joylarda listlar taglaridan aka sepilgan aka, kraskalar sepilib, kraska sachilgan, ha? Albatta aka. Bo'lmasa zang chiqarib yuboradi. Ertaga uyalib qolamiz biz ham. Bo'ldi, xudo xolasa inshaalloh. Yana qaysi darvozamiz bor endi? Kichik rayonda videoga olaveramiz. Albatta. Hurmatli obunachilar, manzillarimizni yana tushuntirib o'tamiz. Qo'qon shahridan Rishton tumaniga ketishda shuni kelganingizda o'ng tomonda keladi inshaalloh. Rishton tumanining boshlanishiga. Keyingi darvoza, ha shu darvozani ko'rsatib, o'ta skromniy darvoza ekan. Dubayni ko'rsatib. Sardorbek aka, bu darvozamiz razmerlari necha endi? Bu darvozamiz razmeri eniga 3,5, balandligi 3,35. Ha, balandligi 3,35, ha? Ha, yondorlari aka 10 ga 10. 2,4 tenkada. Olti ariqlik obunachilarimiz yoqtirgandan ekan.
Olti orqali obunachilarimiz laglar tirsillatadi. Laglar tirsillatadi. Ikkilikda двойной bo'lgan bunisi. Ikkilik Двойной bo'lgan. ikkilikdan двойной bo'lgan. Ichiga shumizlasta qilingan ekan, bu. Albatta aka. Masalan, Zamonlari qanaqa zamon bo'ladi aka? Zamok aka buniki ajoyib boshqacha. Ajoyib g'alatisdan ekanda biz Albatta. Bunga aka zakazga qo'yilyapti, Wi-Fi zamok qo'yilyapti aka. Wi-Fi. Aka, masalan, obunachilar aytadigan bo'lsa, razniца qancha bo'lib qoladi masalan? Savol aka, zakaz bermoqchi bo'lsa, shunaqa Wi-Fi zo'r zamok qidiraman deganlarga Bu hozir qo'shilib qolishi mumkin. $120 zamok qo'yilyapti. $120 ha? Albatta. Demak, o'sha summasiga $120 qo'shilib qoladimi shunda? Shunda. Ha, hurmatli obunachilar, eshitdingmi? O'sha summasiga. Wi-Fi aka dunyoning qaysi xohlagan chekkasida kuzatib o'tiraveradi. Oh, zo'r kraskalari ham o'ta. Endi hozir buni tikka qilib qo'yganimiz uchun qo'yganimiz yo'q zamogini. Boboda qirilib netib qolmasin deb. O'ta go'zal chiqqan, miyavishli chiqqan, taglarigacha o'sha shivlilar qo'yilgan ekan, zatorlari ham zo'r. Stoykalari o'ngga o'ng profili bo'libdi. Tepalari ham adashmasam shunaqa ekan. Tepalari ham o'ngga o'ng aka. Bir tomchi kraskasida bunaqa joylari, oqqon suqqon joylari yo'q. Chekkalarigacha, mana chasqaklarigacha qo'yilgan. Cho'pyapgan chasqaklari ham qo'yilgan. O'ta go'zal. Buni kvadrati necha bo'ldi aka? Buni kvadrati aka 1.550.000 so'mdan tushgan aka. Endi shundan tashqari $100 qo'shib berdi egasi bilan dogovor qildik masalan. Zamok puliga. Zamok puliga $20 ni o'zimiz qo'yib turgan zamok hisobiga raisasiga kelishib oldik. Bo'laveradi. Sardorbek aka, biz obunachilarimiz aloqaga chiqadigan bo'lsa, Muxtorxon to'vadan necha pul qilib berasiz? 1.450.000 qilib beramiz. 1.450.000 so'm. Dubai fasona bu. Dubai fason bo'ladi. Bo'ldi. Qovurg'a profillargacha ikkilik bo'ladi, ichida ramma profillargacha. Bo'ldi. Chunki ertaga hurmatli obunachilar, bemalol kelib kraskalar olib ishlarni ko'rib olishlari mumkin, xudo xolasa. Uyaltirmaydigan ish bo'ladi. Mana mana shunaqa profillargacha ko'rsalar, katta profillar qo'ygan, aynan ham melishubga kichkina profillardan yo'q bunaqa narsa uyaltirmaydigan ish bo'ladi, xudo xolasa. Taglarigacha, shivillarigacha qo'yilgan ekan. Xullas, aytganimki, ish joyi aniq, yashash joyi aniq, ustaxonasi katta yo'l bo'yida. Uncha odam katta yo'l bo'yiga kelib ustaxona qurib, uyaltirmaydigan ish bo'ladi. Keyin bularning ish jarayonlari, xat hujjatlariga ega, soliqlargacha to'laydi, kerak bo'lsa soliq dokumentlarigacha ko'rsatib. Albatta. Обязательно uyaltirmaydigan ish bo'ladi. Avtona tayyorlanyapti. Usta hormang endi. Kattamayapsizmi? 20 metrga yaqinlayapti. 20 metrga обязательно ko'ryapsizmi? Bir dona peshiga Zamasga qilish zararlar aka mana. Beskareska holatdagi. Hali uloq degan narsalar bo'lmaydi. Uloq yo'qmi? Shtampokalik darvoza ekan bu. Bu narxini orzalar. Orzalar qilganlar. Hurmatli obunachilar, yutganlarimiz obunachilar, musofirlarga ko'rsalar, gaplashamiz. Xudo xolasa aloqaga chiqib olasiz. Sardorbek o'zimiz ukaxon, internet ish qilaveradi.